Oke, doğrusu yaxshi niyat bilan tipsiz. Bu qayda? Lo'lada. Instagramda ko'rib keldim. Inshaalloh sotamiz. Mana yo'ng'ozorda ko'rsating. Lokatsiya şeyde o'tganmiz. Mana bu yerni ko'ringlar. Narxga 2620 dollarga baraka. Oxirgi narx kemi yo'q. Bu yerni bitta ko'rsatib bo'ladi. Kraska bo'lmagan joyda okalar. Hop, labovoy, bakovoy, mana o'yna artadiganlari bo'lmagan qolgan joy ko'nli kraska. Lekin buni mashina bitta temirga sotamiz. Chunki olgandagi manaqa yo aybi chiqdi deydiganlar telefon qilmadi. Lekin 2600 dollarga 2620 dollarga arziydi. To'rtta balon zo'r, hop, yurishi ham ideal. 2010 okalar, yili ham 9 mart. Signallar ishlaydi. 375 ming yurgan, muammosi yo'q. 90 TL mi yo 100 TL mi? 100 TL temir gazlari ham bor. Orqasi ham mana punta o'chirarkan, xudo xolisa mana o'childi. Bitta ko'ring, mana chirib ketgan mashina emas. Narxga okalar 2620 dollarga mana. Mana germetkasi ham yaxshi ekan orqasidan. Endi bu shponniga beribdilar-yu, tekshirib olasizlar. Xo'p, kemi yo'q, qiziqqanlar bo'lsa mana aloqa chiqinglar. 2620 dollar, bundan o'zlariga topa olmasani kerak. 2010 ni. Oka, telefon raqam 91'lik necha? 353 2272. Variant yo'q, naqdga. Pul zo'r. Shuni hisobiga tutdi.